Ha, Jo'xa akam uxladimikin a? Ha, uxlabdi shekilli, bo'ldi. Endi noutbukini olib chiqib ko'chaga tashlayman, chunki noutbuk bilan bir kun vaqtini o'tkazib boryapti. Menga vaqt ajratmayapti. Shu uchun hozir buni ko'chaga chiqarib tashlasam, keyin menga vaqt ajratadigan bo'ladi. Nima qilsam ekan endi buni ko'chada qoldirib ketaman mana shu polizuscha. Kimdir olib ketsa zo'r ish bo'ladi. Agar kimdir olib ketmasa, ertalab turib Jo'xa akam yana oladi. Bo'ldi, shu yerdan kimdir olib ketsa kerak. Xo'sh, endi bir ba'zi qilib polizda ishlaychi. Stop, bu qanaqa notebook bo'ldi? Kim tashab ketdi bu notebookni bu yoqqa? Mayli, egasi yo'q shekilli. Lekin egasini topmasa bo'lmaydi. Yo, Windows ekan. Windows menga yoqmaydi-ku, mayli, yo'qdan ko'raman. Kimniki bu? Endi bo'ldi meniki. Qaror buni olib ketaman. Bu yerda turmasin. Ko'chada tursa kimdir o'ynashi mumkin. Men uyimga borib o'ynay tinchgina. Zo'r notebookga o'xshayapti, lekin gap yo'q lekin. Yo, endi menda notebook bor. Dahshat omadlida bor. Men ham bitta notebook izlab topay qayerdan bo'lsa ham. Xotin, sen doim ertalab turasan, xo'roz bor turg'azib kelmadingmish qilib, yomon ertalab turasan, mayli. Ertalab turish yaxshi, ko'chaga chiqib ko'chalar supurgan bo'lsang, vobshe undan ham yaxshi. Men kecha bitta ishim chala qolib ketgandi. Stop. Notebookim qani? Qayerga qo'yib qo'yding notebookimni? Men bilmayman, notebookingizni olganim yo'q. Nima? Sen ko'rganing yo'q? Sen ko'rmasang qayerga ketadi unda? Uyimizga boshqa odam kirmaydi-ku. Bilmayman, men ko'rmadim. Siz notebookingizni olmayman, nima qilaman? Bo'pti, hozir eshikka qo'ygandirman balki. Yo, bu yoqqa qo'ymaganman. Qayerga qo'ydim ekan? Kecha faqat o'sha xonada ishlagandim. Bu xonaga vobshe olib kirmayman. Omborxonaga nima qilaman olib kirib? Yo, pechkaga qo'ydim. Yo'q, pechkaga mumkin emas. Garajga olib o'tganim yo'q. Garajga nima qilaman olib o'tib? Garajga o'z qo'yishga joy ham yo'q menimcha. Bu yerda yo'q. Qayerga ketdi-ki notebookim? Obbo, notebookim yo'qolib qoldi-ku. Mayli, jetellardan so'ray, balki birortasi hazillashib olgandir. Qo'y, jetel, menga qarab bor. Hozir, bir minut. Nima qilyapsan sen? Hozir mana ko'rmayapsan nima qilayotganimni? Nima qilyapsan? Ko'rmayapman, tushunmayapman. Hozir mana 1 minut. Oradan 1 minut o'tdi deyishim shartmi? 1 minut o'tib ketdi. Nima qilyapsan, oy? Mana poliz ekinlaringga qarab o'tiribman. Zo'r pishibdi, qo'yin, lekin qanday pishiryapsan? Azot beryapsan, nima qilyapsan? Sening ishing bo'lmasin. Bitta narsa so'ramoqchi edim sendan. Nima narsa? Men notebookimni sen oldingmi? Qanaqa notebook? Nima u notebook? Jinnilikka solma o'zing, notebook kompyuterning maydasi. Yo'q, qayerdan? Men notebook ishlashni bilmayman-ku, nima qilaman olib? Aniqmi? 100% olganim yo'q. Bo'pti, qarada, lekin olgan bo'lsang mendan yaxshilik kutma. Bo'pti, sog' bu. Kim oldi-ki, janob mer, balki mana brat olgandir. Notebook, kuchli notebook kerak deb yotgandi. Balki rostdan ham notebookimni olib turib ma'lumot o'tkazar. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Yaxshi, o'zim yaxshimiz brat. Chotga nima gap? Notebook kerak, kuchliroq deb yotgandingiz. O'shanga men notebookimni olmadingizmi? Yo'q, sen notebookingni nima qilaman olib? Notebookingni olganim yo'q. Aniqmi? Aniq. Mayli, shuni so'rash kelgandim brat. Nima bo'ldi? Yo'qolib qoldi-da ertalabdan. Bilmadim. Xotiningdan so'ra, xotining olgandir. Xotinim ham bilmas ekan. Unda men qayerdan bilay xotining bilmagan narsani? Kechiring brat, uzr. Balki do'konchi olganmikan? Do'konchi, yo'q, do'konchi olishi mumkin emas. Do'konchi notebook ishlatmaydi, o'zining kompyuteri bor. Lekin bu bratning ham kompyuteri bor edi-ku. Bilmasam. Voy, jetel, qalaysan? Assalomu alaykum, Jo'xa, yaxshimisiz? Zo'r, o'zing ham yaxshimisan? Chotga, nima gap? Xullas, notebookim yo'qolib qoldi. O'shanga topish kerak bo'lyapti. Joyini bilmaysam, qayerdaligini? Yo'q, bitta savol bersam maylimi? Ber. Yangilik qachon? Ezyordinglar borki, yangilik qachon deb Galemin kelyapti. Galem ham yangilik so'rasa kerak. Qoch yo'q, alasab ketayman. Assalomu alaykum brat. Va alaykum. Brat, sizda mabodo men notebookim yo'qmi? Sen notebooking menda nima qaraydi? Endi aytaman-da, siz ham notebook ishlash bilasiz-ku, kerak bo'lsa olib qo'ygan bo'lsangiz deyman-da. Yo'q, olganim yo'q. Mayli brat, unda rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Kimdan so'rasam ekan? Janob mer menimcha olmasa kerak. Janob mer bizning uyimizga xohlagan vaqti borib kira oladi. Balki o'shaning uchun janob mer olib ketgan bo'lishi ham mumkin. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, ke. Sizga bitta narsani aytsam bo'ladimi janob mer? Nima, sen so'rab aytayapsanmi? Oldin so'ramay aytarding-ku. Endi hurmat yuzasidan, odob yuzasidan degandek. Mayli, so'ra. Xullas, ertalab turib qarasam, notebookim yo'q.
O'shanga siz olmadingizmi deb so'rayotgandim. Yo'q, men nima qilaman, notebook ishlashni bilmayman baribir. Ha, o'sha yo'qolib qolibdi-da, hozir qayerdan topishni tushunmayapman. Xotining ishlatgandir balki, xotiningdan so'ramadingmi? Yo'q, bilmayman dedi. Unda men ham bilmayman. Seni xotining bilmagan narsa men qayerdan bilay? Xotining uyida turadi doim. Uydagi narsa yo'qolsa men bilamanmi? Garang. Endi aytdim-da janob mer. O'g'irlik bo'lgan bo'lsa, borib politsiyaga xabar qil. To'g'ri aytyapsiz. Bo'pti, hozir politsiyaga xabar beraman. Politsiya ham topib bera olmaydiganga o'xshayapti. Chunki shuncha odam bilmagan. Politsiyachi qayerdan bilsin? Balki politsiya o'zi olgandir-a. Uy yaqini bizga. Notebook kerak bo'lib qolgan bo'lsa, shunday o'tib kelganda, shunday olganda ketib olgan qaytib. Rostdan ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir borib so'rab ko'ramiz albatta. Lekin mana bankka вообще-то notebook kerak yo'q, chunki xuddi men notebookimda yo'q, o'zi emas ekan, zo'rroq bor ekan. Bratga qayerdan tegmi? Assalomu alaykum brat. Siz вообще Tursunxonga tanqid qilyapsiz ko'p. O'rganib qolibsiz Tursunxon bilan gaplashaverib. Mayli. Bunda bizning qishlog'imizda ikkita Tursunxon bo'pti-da. Yo'q, men Tursunxon emas, ismim men Tursunali. Tursunalimisiz? Tursunali. Malades, gap yo'q lekin. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalay ishlar? Tinchmi? Bo'ladi, rahmat. O'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Yangilik yo'qmi? Yo'q, yangilik yo'q. Nimaga kelding bo'lmasa, yangilik bo'lmasa? Muammo bor. Qanaqa muammo? Yangilik qilmasdan muammo qilib o'tiribsanmi? Nima qilay? Uyimda ertalab uxlab yotgandim. Shunday tursam, notebookim yo'q. Notebookmi? Men o'ylabman xotining yo'qmi deb. Xotinim yo'q bo'lsa mayli edi, notebook yo'q. Jinnimisan, xotin bo'lmasa yangilik qilmaysanmi? Yangilik qilib qo'ymayapsiz, asabga tegmay. O'sha notebook yo'qolib qoldi, topish kerak. Qanaqa notebook edi u? Nomini bilmayman, Windows sistemada qilingan edi, ya'ni Windows sistema qilgandim. Bilmadim. Ishlab ko'rish kerak lekin. Sizning notebookingiz boshqacharoq ekan lekin. Meniki boshqacha notebookim. Tushunarli. Mayli, unda qarang. O'shani izlab topish kerak, yordam berib olasizmi? Demak, notebooking o'g'irlangan, shunaqami? Shunaqa. O'g'irlanmasa men sizning yoningizga kelmayman-ku. Unda bilmadim, to'g'risini aytsam. Mayli, bo'pti, unda siz bilmasangiz kim bilardi? Men ketdim, kuyib panda notebookim, yangi notebook sotib olaman. Endi pul qayerdan olaman? Mayli, shu yozilgan ekan peshonamizga, endi boshqa hech narsani ko'rmaymiz. Peshonamizga yozilganini ko'ramiz ekan ishni. Mana jetellarni birortasini ham bilmasa kerak, menimcha. Zo'r bo'lardi agar birorta jetel bilganga, topib berganga zo'r ish bo'lardi. Voy jetel, qalaysan? Va Jo'xa, tinchmisan? Как dela? Sen rus tilini bilmaysan, o'zingcha gapirmoqchi bo'lma, xo'pmi? Da, rostdan ham, seriozda. Ruscha gapirma deyapman men senga. Yes, ruschaga da bo'ladi, da. Ruscha gapirma deyapman men senga. Nima deysan bo'lmasa, gapir tez. Xullas, notebookim yo'qolib qoldi. O'shanga mabodo joyini bilmaysanmi yoki topishib olmaysanmi yoki sen olmadingmi? To'g'risini aytaymi? Ayt. Joyini bilaman, faqat bitta yordam berib yuborsang aytaman. Qanaqa yordam? Xullas, bitta poliz qurib bersang zo'r ish bo'lardi. Men polizim portlab ketdi. Seriozmi? Seriozda. Bu bir sekund shoshmay tur. U yerda romantika bo'lyapti, romantikani kuzatishim kerak. Men seni sevaman. Men seni sevmayman. Men seni sevaman. Men seni sevmayman. Men seni sevaman. Men seni sevmayman dedim, men sevmayman, asabga o'ynama. Men seni sevmayman. Yig'la endi. Bu yerda romantika, fantastika bo'lib ketish kerak-da. Qaniydi? Nima ish qilish kerak deyotganing notebook uchun? Xullas, bitta poliz qurib bersang, men senga beraman. Qayerdan quraman? U polizing bor-ku, ana, turibdi-yu. Endi yana bittasi ko'plik qilmasa, mayli, unda boshqa ish aytaman. Qanaqa ish? Xullas, menga bir stak daraxt bilan bir stak tosh olib kelib bera olasanmi? Yo'q, umuman olib kelib bera olmayman. Unda nima ish buyursam ekan? Shu ish buyurmasdan shunday topib bersang bo'lmaydimi? Yo'q, ish buyurishim kerak. Meni xafa qilding, ketdim, qarochi. Tushunmadim. To'xta. Mayli, ayt, qanaqa ish qilib beray? Boshqa ish ayt faqat, iltimos. Xullas, poliz ekinlarini yig'ishtirib, jaromiyarga borib oyligimni olib kelasan. Mayli, unda. Boshqa ish yo'qmi? Yo'q, shuni qilib ber, mayli, topib beraman notebookingni. Topib berasanmi? Topib beraman, adashib ketdim. Qarada, lekin yolg'on gapirayotgan bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Mayli, topib beraman deyapti-yu, tezroq topib bersin bo'lsa. Hali o'zimda poliz ekinlarimni yig'ishtirganim yo'q. Endi shu jetelli poliz ekinini yig'ishtirib yurishim kerak. Notebook topish kerak-da, muhimi. Notebook topilsa, asta qolgani ham bo'laveradi, obunachilar. Notebook bo'lmasa, sizlarga qanday video tayyorlayman? O'zi kompyuter ishlatardim, lekin
notebook olishimga to'g'ri kelib qoldi keyin. Chunki notebook ixchamgina, xohlagan joyimga borsam bo'ladi. Qochib tursangiz birat, men JTL narsa ishlarni bajarib beraman. JTL o'rganim uchun kelib turib meni urdingiz-ku. Men JTL mana ishini qilib beryapman. Endi menga urmasdan turib normal muomala qilib yuborishingiz kerak, tushunyapsizmi? Tak 5 tasini ekib boramiz, 4 tasi qoladi. Qolganiga mana yoqqa 5 tani eksak, endi bu yoqqa sabzi ekib boramiz. Sabzi ko'p ekan, buncha ham ko'p sabzi ekadimi? Bo'pti, o'zi bilan xohlagancha eksin. O'zimda ham poliz ekinimni so'rasa kerak janob mer. Mayli, so'rasa iloji bo'lsa kelib olib boraman, iloji bo'lmasa olib bormayman. Endi ko'ramiz nima deyishiga bog'liq janob mer. Janob mer, men keldim. Notebookni topdingmi? Yo'q, ana JTL bor-ku, qo'shnim, uyimni to'g'risidagi uydagi. O'shani polizini olib keldim, ya'ni solig'ini, poliz ekindagi solig'ini. Seni o'zi asta-asta issiq ta'sirida chak bo'lib boshlabsan-ku. Nima deganingiz u chak-chaklash? Xullas, gapirishingda problema bo'lyapti deyapman. To'g'ri aytasiz, o'zi vashi issiq bo'lyapti, lekin Nima uchun uni sog'lig'ini sen olib kelding? o'sha notebookni topib beraman, soliqlarimni olib borib topshirsang degandi. Yaxshi, zo'r ideya o'ylabdi. Qanaqa ideya? Notebook o'zida bo'lsa kerak, qo'y. Evaziga senga ish qildirib olyapti. Seriozna? Rostdan borib ko'rchi. Mayli, rahmat janob mer. Arzimaydi aytgach, oyligini ham olib bor. To'xtangda, bo'lmasa oyligini olib ketay. Qancha bo'ladi uni oyligi? Yarim stak izimrod. O'zi kam ekanda. Bo'pti, mayli janob mer. Xo'p, yaxshi bor. Mayli. Endi hozir olib borib oyligini berib, yaramas, o'zi ish qildirib oldi menga. Mayli, ishimga roziman. Zato notebookim topildi-yu. Topilmaganda lekin yomon qilardim, boru. Vash xafa qilib qo'yarmidim bilmayman. Qoni boyagi JTL qaq ketdikina. JTL, mana sening izimrodlaringni olib keldim. Oyligingni olib qo'y. Notebookim qani? Uyimni ichida turibdi, kirib ol. Aniqmi? Aniq. Men seni aldamayman-ku, notebooking yo'q deb. O'zing olgan ekansan-ku, tentak nima bir topib beraman deb unaqa qilyapsan. Shunchaki, nimaga izimrodimni topib qo'yding? Xonangni kiritib qo'yaman, baribir ololmaysan, qo'ling yo'q-ku. To'g'ri, mayli kiritib qo'y. Mayli. Yaxshi bo'ldi. Muhimi topildi-yu, notebook agar topilmaganda bormi, vashi bo'ladi. Mana shu yerda turgan ekan kakras. To'xtanglar, birinchi notebookni olaman bu yoqdan. Obbo, kirka kerak ekan buni olish uchun. Mayli, borib uyimdan tez kirkamni olib kelsam, kirka bilan asta sindirib olib ketaman. U sindiriladigan narsa-da o'zi, sindirib, ya'ni ko'tarib olib ketsa bo'lmaydi buni, qiyin ko'tarib olib ketish. Uning uchun anchagina kuchli bo'lish kerak. Atak buni kim ko'tarib olib chiqqan? Qiziq, bu notebook qanaqasiga uni qo'liga borib qoldi? Uyimga kirgani yo'q edi-ku. Juda g'alati. Nima bo'lganini obunachilar sizlar bilasizlar. Kommentariy yozib qoldiringlar, nima bo'lganini ko'rgan bo'lsanglar agar. Men vashti tushunmayapman, to'g'risi. Bor, rostdan tushunarsiz holat bo'lib yotibdi. Mayli. Muhimi endi tushundim. Endi hozir bor notebookni joylashtirib, sizlar uchun chotki videolar olishga harakat qilaman. Harakat qilib o'tirsam, anchagina narsa qilib qo'yaman, lekin faqat yangilikka harakat qilmayapman-da, akala, chunki qo'yishmayapti, ko'rasiz. Ertalabdan kechgacha qishloq ishlari, boshqa ishlar bilan shug'ullanib yuribman faqat.